Munojat opa Ummataliyeva o'qituvchi, 27 yildan buyon Ko'prik tumanidagi 37-umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilariga bilim berib kelmoqda. Opa bu yil sentyabr oyida 32 nafar bolajonlarni 1-sinfga qabul qilib olgan edi. O'yinqaroq kichkintoylarni bilimdon o'quvchiga aylantirishning o'zi bo'lmaydi albatta. Biroq Munojat opa buni 6 oy vaqt davomida yuqori darajada uddalab, jajji o'quvchilarni savodxonlik bayramini nishonlash uchun tayyorladi. Yoshligimdan o'qituvchi kasbini havas qilib kelganman. Mana hozir mana shu orzularimga yetishdim. O'quvchilarim mana shu o'qishlarga kirib ketganda, olimpiadalarga chiqqanda men juda ham xursand bo'lib ketaman. O'zlarining ilk yutuqlarini ota-onalari hamda ustozlari qarshisida namoyish etish uchun saf tortgan jajji o'quvchilar har kungidan-da noodatiy bayramona liboslarni kiygancha sahna markazidan joy egalladi. Maktab o'qituvchilari o'quvchilarning oila a'zolari ishtirok etgan bayram tadbirini 37-umumiy o'rta ta'lim maktab direktori kirish so'zi bilan ochib berdi. Sentyabr oyida 125 nafar 1-sinf o'quvchilarini qabul qilgan edik. Bugunga kelib mana shu o'quvchilarimiz savodxonlik bayramini nishonlashmoqda. O'ylaymanki, mana shu o'quvchilarimiz kelajakda komil inson bo'lib, vatanimizga eng kerakli insonlar bo'lishini tilakdoshiman. Samimiy tilaklar kichik bilimdonlarning chiqishlari bilan davom etdi. Alifbe kitobidagi harflar karvoni o'quvchilarning qiziqarli she'rlari bilan kuzatilib, yangi va yaxshi ma'lumotlarni o'zida jamlagan o'qish kitobi kutib olindi. Qo'limga qalamni ishlatdi ilk bora, shu ondan qalbimda boshlandi bahor. Undan-da buyukroq, ulug'roq kim bor? Ustozim, ustozim, sizga ming bora ta'zim. Kitoblar olamiga sayohat men uchun qadrli kitob. Matematika bilan men bilimdonman kabi turli bellashuvlar, milliy kuy-qo'shiqlar ijrosi, raqslar jilosi bayramga yanada yuqori kayfiyat ulashdi. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zimga bek, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim, yolg'izim yegonam deymi, topilgan koshonam deymi? O'zing meni ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. So'z bilan tasvirlab bo'lmas hayajon, ko'zi tushgan inson borki, befarq qoldirmaydigan bolajonlarning xatti-harakatlari. Biroz adashib ketgan o'rtog'i so'zlarini eslatgancha, bilimdonlik bilan bir qatorda mas'uliyatni ham o'rgangan bilimdonlarning chiqishlari, turli sahna ko'rinishlari bilan yanada zavqli bo'ldi. Vatan mening onamsan, issiq quchog'ing, olamda yagonasan, aziz tuprog'ing. Kelajaging buyukdir, yashna doimo, vatanim seni bugun tanidi dunyo. Bilimdonlar mamlakatida munosib o'rinni egallagan jajji o'quvchilarni yanada rag'batlantirish maqsadida ular uchun maxsus sovg'alar topshirildi. Bu yilgi o'quvchilarim har yilgi o'quvchilarga nisbatan juda ham aqlli, bilimdon, og'zaki nutqi ravon, dunyoqarashi keng. Bu o'quvchilarimning har biri yangi O'zbekistonimizni butun jahonga tanitadigan barkamol insonlar bo'lishiga ishonaman. Shunday qilib, Ko'prikda yana 32 nafar kichkintoylar ilk kitob alifbeni a'lo baholar bilan tamomlab, yangi bilimlarni olishni boshladi. Feruza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Hayot Sotvoldiyev, Vaqt informatsion dasturi uchun.